Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Ruzi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağı 2024 yıl 8. ayının 11. günü heptiki Yakşembe vatandaş. Aval bir epigraf süptide veya ki bir başlanma süptede vaziyet doğrusu sözleştiğinden avval şunu aytay vatandaşım. Muşu buluvatkan, kitavatkan işlerinin hemmisiga muşu sözüm bilen muamele kılın. Muşu sözüm bilen, bu söz benim sözüm emas. Uygur halkının medeniyetlik, işcan, cepakeş ve şundakla mustemliki bulup yaşap durup mu, mustemliki hakimiyetki boy egmigen teslim bolgan Uygur milletinin bir cümle sözü bilen muş buluvatkan hadislerge, kitavatkan hadislerge şunu bilen muamele kılın, şunu bilen cevap verin. O gep nime? Çamğunun orusu var, hocamның hocası var. Çamğurның orusu var, hocamның hocası var. Vatandaşım biz tünügen sizlerge söz degende muhakeme kılgan vaktimizde 8. ayının ahırgıça Cungo'da zor özgürüş boludu, zor özgürüş bolarmış. Bugün 10 gün tügüdü, 20 gün kaldı. Yani siz bizge nispeten aytkan kısa vakit içinde nemi özgürüş yüz bürüşü mümkün dep sizlerge şu sözü tapşırı ve tep yüzümüz şunda oyladık vatandaş. Oylaganlarımız bugün yan taraftan ispatlanıp geldi. Yedi geldik doğrudan doğru bizden tasavvurumuzdaki yüz bürüş ihtimali bolgan özgürüş emez. Azar yan taraftan yetip geldi vatandaş. Tünügen 8. ayının 10. günü Cungo'da Azadlık Armiya, Xitayning tilidagi Azadlık Armiya yoki Xitoy tilidagi Jefangjimbao gazetede bir parça maqola e'lon qilindi vatandaş. Bu Cungodagi o'zgarishning signali. Balki Cungodagi o'zgarishning boshlanishi. Hayron qoladiganingiz Rim-Ribo xalq gazetida emas. Nemishqa bu xabar, bu signal Azadlık Armiya gazeti Jefangjimbao e'lon qilindi. Maşını bu taraf, endi siz bilen biz yani davamlıq dikkat kılgan asaslık taraf vatandaşım. Bu makalının mavzusu mundaq. Evvel materyalını tapşıraylı. Materyalını tapşırış yerinde belki tahlil kılışımız mümkün vatandaş. Nemi iş yüz berdi? Azadlık Armiya gazetiyen Jefangjimbao başlamçı bulup Xi Jinping'e karşı hareket kılışkı başladı. Mavzulu haber 8. ayının 10. günü Venbet orbiti ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Yakından biri Cungo Kompartiya rehberi Xi Jinping bilen Azadlık Armiyanın münasebeti ciddilişip durgan bir vaziyet toğrusudaki haberler taze avcıga çıkan idi. Belki Xi Jinping armiya işide orunlaştırış elip berip bire vaka yüz birişinin aldığını almakçı bolgan idi. Yakında yüz bergen alametler körsettiği ki Azadlık Armiya gazeti torbiti 8. ayının 10. günü Mahem Totiyeni da Titonu diyene baş Titonu da ilmi siyaset belgeleşte çın duruş. Demokratik siyaset belgeleşte çın duruş. Kanun boyunca siyaset belgeleşte çın duraylı. Mavzuluk makale e'lon qilib ve tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Alametler bargansiri aniqlashdi ki Cungo Kompartiya armiyasi ichida yetilib kelayotgan bir harakat
vaziyat murakkab. Jungo Kompartiyasi yuqori qatlamida balki zor masala qo'zg'aldi. Ozodlik Armiya gazeti bu maqolasida mundaq ko'rsatdi. Yaqinda Jungo Kompartiya Markaziy komiteti, Markaziy harbiy ishlar komiteti, siyosiy xizmat bo'limi va tashkilot bo'limi tuzgan demokratik markazlashtirish o'qishligi armiya ishchiga tarqitildi. Ilmiy siyosat belgilashda ching turish, demokratik siyosat belgilashda ching turish, qonun bo'yicha siyosat belgilashda ching turish, siyosat belgilashning ilmiy saviyasini o'zliksiz o'stirish, har qaysi partiya guruhlari demokratik markazlashtirishni uzul kesil izchillashtirish, o'qishliq, yaxshi o'qib hal qilishga tegishli intayin zo'r bir masaldir. Chet elda o yuqorqisi Ozodlik Armiya gazetining maqolasidagi bir mazmun. Chet elda muxbirning gapi. Chet elda yashayotgan obzorchi Jushovxoy tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Bu xabar intayin bir zo'r voqea, ya'ni bu voqea intayin zo'r bir voqea. O'tgan yillarda Jungo Kompartiyasi ichida demokratik markazlashtirish onda sandoq turg'a qo'yiladi. Ammo kishiga ma'lum ediki, bu og'zaki o'tirg'a qo'yish edi. Reallik shu ediki, Xi Jinping butun huquqni o'zining vujudiga markazlashtirib, partiya ichida bir odamning so'z qilishi hisob edi. Shuning bilan birga Jungo iqtisodiy kayniga qaytirib olmaydigan darajada chekinishga boshildi. Demokratiya qiyinlashdi. Xalqning nadomati o'rlab toshdi. Xalqning hasrat nadomati o'rlab toshdi. Amaldorlar xizmat ishlamay yetib oldi. Krizis Jungo jamiyatida umumyuzlik portlash holiga yetib keldi. Bunday ahvol ostida armiya ishida tuyuqsiz demokratik markazlashtirish tuzumi o'qishini o'rganishga boshlab, partiya hukumat boshliqlariga qarshi harakat qilish, bu ish Jungoda yuz bergan zo'r voqea bo'lmay, amsa nima voqea edi? Jushovxoyniki oxirgi retorik so'roqi. Bu yuqori zodi kim tushadi? Bu buyruqni zodi kim tushadi? Ozodlik Armiyaning ash maqolani e'lon qilish buyrug'ini, ash maqolani tayyorlash buyrug'ini zodi kim tushardi? Bugun taxbu o'tirg'i chiqmadi, hozir retorik so'roq. Obzorchi Jushovxoy shundoq retorik savol qo'ydi vatandosh. Buyruqni zodi kim tushardi? Armiya gazeti maqolasida yana bunday ko'rsatdi. Navbatda vaziyat kun tartib bo'yicha siyosat belgilashdan sifatiga intayin yuqori talab qo'ydi. U bo'lsa ilmiy siyosat belgilashda ching turish, demokratik siyosat belgilashda ching turish, qonun bo'yicha siyosat belgilashda ching turish bo'libmi armiya ichida va armiya sohasida. Shundoq ching turish, qisqacha aytganda bir odam gap qilsa hisob deydigan odatga qarshi turish. Endi biz mushu bo'yicha muhokama qilib boqaylik, vatandoshim, angladingiz, qarab turing. Ilmiy siyosat belgilashda ching turish, demokratik siyosat belgilashda ching turish, qonun bo'yicha siyosat belgilashda ching turish. Biz boshda nima dedik sizga xabarda maqolada Ozodlik Armiya gazeti, masalan tashkilot bo'limi, anındaki siyosiy xizmat bo'limi tayyorlagan maqola ekan, buningda 3 ta billata, o 3 ta ching turish, ilmiy siyosat belgilash ching turish, demokratik siyosat belgilash ching turish, qonun bo'yicha siyosat belgilash ching turish. Ondan tayyorlagan o'qishliq demokratik markazlashtirish.
Demokratik merkezleştiriş mavzudan aynı vakti yeni demokratizm hakkında degen bir parça makalesi de oturup koygan felsefi kategoriya. Yani hukm. Yani demokratik merkezleştiriş. Bu sözün manisi, söz mü söz manisi? Sen mi gep kılırsan, o mu gep kılıdı, bu mu gep kılıdı? Gep tügügen deyin ki biz bu geplerini merkezleştirip yani tallap durup kaysı doğru, kaysı hata, kaysını kullanımız, kaysını red kılımız degen mezmunda merkezleştirip işletimiz ve merkezleştirip paydillimiz. Şuna Cungo Kompartiyası siyasi tüzümünün, ictimai tüzümünün siyaset başkuruş prensibi, siyaset tüzüş prensibi, Cungo'nu başkuruş prensibi, demokratik merkezleştiriş, partiyeni, ormiyeni başkuruş prensibi, demokratik merkezleştiriş. Şuna dikkat kılın, hürmetli vatandaş. Demokratik merkezleştiriş yukarıdaki teşkili prensip asasını şundak buldu. Ameliyatı demokratik merkezleştirişte demokratiya degan gapni egizga algan ekansan, mavjud hokimiyatga qarshi fikr qilish, yo'l qo'yishing mumkinmi? Mavjud siyosiy tuzumni tanqid qilishga, fosh qilishga, echib tashlash, qorong'u taraflarini echib tashlashga yo'l qo'yishing mumkinmi? Agar mushuni mushularga yo'l qo'ymasang, u vaqtda demokratik merkezleştirish degan prinsipmi putirab tura oladigan prinsipga aylanmaydi vatandosh. Agar bugun Jefan Zumbaugh Cungo'nun Azadlık Armiya gazeti demokratik merkezleştirish prinsipini yana ta'kidlagan, biroq bunun mazmuni ma'no e'tibori bilan bugungi dunyoda eqiyotgan demokratik turmush, demokratik jamiyat, demokratik siyaset degan siyasetdagi yaqin kelmasa, bu quruq gap bo'lib qoladi. Bunu tekrarlash ve ta'kidlash şu yerda turib tursin, endi biz alqib etaylik. İlmi siyaset belgeleş için duruş. İlmi siyaset belgeleş için duruş. Mesela cemiyetin turmuşu menteqi buludu vatandaş. Çünkü bir yerde Hegel aytgan bir cümle söz var. Menteqi narsalar tarihi narsalardir. Tarihi narsalar menteqi narsalardir. Germaniyalik filosof Hegel shunday aytgan edi. Menteqi narsalar hayotning qurilishi, hayotning berishi, hayotning taraqqiyoti barliq sohalar bo'yicha u menteqi yoki o'zidagi ichki qonuniyat bo'yicha va yoki tashqaridan tengilgan qonuniyat bo'yicha mustabid davlatlar uchun deylik, tashqaridan tengilgan sun'iy qonuniyatlar bo'yicha taraqqiy qiladi, menteqi bo'ladi. Menteqi bo'lgan narsalar tarixiy bo'ladi. Tarixdan biriki shu, bundan keyingisi ham shu, bu tarixiy bo'ladi. Mushu menteqi bo'yicha aytganda, masalan, ilmiy siyosat belgilash degan so'zning o'zi shu jamiyatning menteqi taraqqiyotiga moslashgan bo'lishi kerak vatandosh. Agar uning moslashmasa, buni ilmiy taraqqiyot degilim bo'lmaydi yoki ilmiy siyosat belgilash degilim bo'lmaydi. Şunu bir yerde hazır azatlık armiya oturup koyuvatkan bu 3 jangovar var. Cungo'da bir özgürüşün signali yoki azatlık armiya başlap bergen özgürüş hazır Cungo'da 8. ayının 10. günü 2024 başlandı deseniz bizden bu hukumlara koyduğun taleplerimiz yok orkadak oldu vatandaş. Üçüncü, kanun boyunca siyaset belgeleş. Elbette şundak. Asası kanun tüzülgen iken devletinin, partiyenin, hakimiyet beşideki partiyenin belgeleydiğin siyasi, cemiyetke taşlaydiğin siyasi aşı asası kanun asıda buluş gerek. Asası kanunun royu boyunca buluş gerek. Şu vakti sen belgeleyen siyasetli cemiyet, cemaat kabul kılalaydı. Eğer asası kanunu tüzüp koyup o tarafta başka gap, bu tarafta başka gap. Yoki qassabga pul verip navoyga qaraydigan bolsang, demek bu yerde senin kanun boyunca siyaset belgilegenliging yalgan. Eğer sen tuzgan asosiy qonunni xalq qabul qilgan shart sharoit ostida
Ameliyatı Cungo'da bugünkü günde asası kanun bir 2-3 qatim özgertildi. Halkdan bununla hiç qanday ilafati yok. Sen asası kanunu özgertip cemiyeti ilan qilib halkdan fikir elishing kerak. Bunu Cungo Kompartiyasi hiç qaçan qilib baqqan emas. Şuna Cungo'da kanun degen kanun emas. Bunun asası şu kanunun hükmranlığı asıdı yaşayotgan Uygur milleti, şu kanunun hükmranlığı yaşayotgan Tibet halkı iki milletinin turmuş örf adeti, turmuş an'anası bir-biriga tüptün okşamaydı. Cungo'da tüzülgen kanun qaysı milletinin turmuş adeti ve örf adetiga asasen tüzülgen Xitay milletinin turmuş adeti ve örf adeti asası tüzülgen kanundur. Uygur olan Tibet olan hiç qanday alaqası yok. Şunlaşqa Cungo'da tüzülgen kanun boyucu buluşu yoki kanun boyucu siyaset buluşu bu mümkün emas. Biroq bugün bu şuarның qo'yilishi esingizda bo'lsin vatandaş, ilmiy siyaset belgilashda ching turish, demokratik siyaset belgilashda ching turish, kanun boyunca siyaset belgilash ching turish bugün hozirgi vaziyati Cungo'ning vaziyatida eng ilg'ori şuar. Belki Xi Jinping siyosiy hokimiyatni og'dirishning signali. Yoki og'dirib bo'ldi, jamiyatga ko'rsatayotgan, jamiyatga berayotgan tushuncha va tanishtirishlarning asosi va signali. Shundaqla qarasangiz bo'ladi. Endi davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.